Yazğıcı Farhod Ceylanning Şinjan Xalq Nashriyati tarafidan nashr qilingan Ediqut Yulduzi nomli tarixiy romanining davomini anglatamiz. Onun oldida ot choptirib ketayotgani gullik yog'liqini beshiga chikilab tangan. Uzun ishki o'rimi qora chechi ko'k maxmal yakda kiyilgan dumbisida chori yilondek to'lg'inib turgan Mo'ng'ul qizi edi. Qo'chuvdagi turkan oy uning zotila o'xshashmaydi. Uning qiyniq qo'ng'ir sochlari beshining to'pisiga egiz turmaklanib, oltin zixlar qadalgan. Sol chekisiga keltirib, ikki tiziq marvoyit yerim oy shaklida esilgan. Tovar ko'nglaklariga xushpuroqliq gul suyi chechilgan. Uyg'urlarda boshqa har qanday shaharlashgan xalqlardagiga o'xshash tabiiy farqi kishilarning tashqi ko'rinishidami ro'shan selishtirma hosil qiladi. Yuqori tabiqadagi xotin qizlar asosan oshu turkan oydek yasinib yuradi. Odatdagi puhralarning oilalaridagi qizlar sochlarini ushshaq o'rib, ayollar xuddi mushu nasinjirg'ildek ishga o'rib yurishidi. Mo'ng'ullarda va boshqa ko'chman xalqlarda tabiiy ayrimay, xotin qizlarning hammasila sochlarini ishga o'raydi. To'xtamish Mo'ng'ul qizni qo'g'lab ketib yetib, ko'nglida o'z-o'zini ochiq masxara qilg'usi keldi. Tova, nima uchun nasinjirg'ilga qarab, turkan oyni ko'z oldimga keltiraman? Turkan oyni burun tunimaydim. Keyinmi uchratmadim. Faqat shu bir qitimni ko'rdim-ku. Lekin u mening hayotimni qutuldirib qoldi. Men uningga umr bo'yi qarzdor. Tova. Bizning ichimizdan o'sha turkan oydek vijdonliq, oq ko'ngil, oliyjanob odamlar chiqadi. Misrlardek vijdonsiz, qori ko'ngil munofiqlarmi chiqadi? To'xtamish Misrlarni o'ylasila ishcha ochiq bo'ladi. Uningdan intiqom elish, uni jazolash istiki musofir yigitning yuragida o't bo'lib yonatdi. Lekin u hozir bunda qilishga qurbi yetmaydiganligini o'ylab, ma'yuslanadi. Tova. O'sha sotqin munofiqning o'g'li fidokorlik bilan otlanib, qitan cherikini qilish bilan chipib tashlab, meni tutqunlikdan qochiribdi. Tova. Buningga nima degulik? O'g'lining shafoati uchun otasini kechirib o'tish kerakmi? Yo'q. Yo'q. İnsanlar dünyası nimancha murakkab, nimancha sirliq. Ushtum tut, nasinjirg'il etining beshini orqaga burab, to'xtamishga udul keldi. "Nim bo'ldi? Nemishqa qo'g'lamaysiz?" deb varqirdi u sho'x chaqnab turgan qora ko'zlari bilan ustozining xiyolchan qo'y ko'zlariga tikilib qarab. "Qo'g'layapman-ku." "Shumi qo'g'lash bo'ldimi, xo'shyoqmagandek, boshqa bir ishlarni o'ylayotgandek qilasiz?" "Yo'q, undaq emas. Men qo'g'lab yetisholmadim." "Yo'q, undaq emas. Qo'g'ilsangiz yetishib oladingiz. Endi siz qiching, men qo'g'lay." Nasinjirg'il to'xtamishning etining sag'irsig'i olqini bilan poq qilib qattiq birni urdi. Qora arg'amoq bundaq kutilmagan zarbadan chopchip sahrdi-da, qo'yindek pirildab chepib ketdi. Nasinjirg'il etini devitib, uning kaynidan qo'g'lab ketdi. U etini texmi tez yugurtishga tirishib, xeyli kuchab boqqan bo'lsa-mu, qora arg'amoqqa zodi yetolmadi. Tuz o'tloq oyoqlashib, oldi tarafda egiz-pas edirliqlar ko'rindi. To'xtamish etini to'xtatdi. "Mana siz bu menga yetisholmadingiz-ku?" dedi u o'ziga yanishib, etini to'xtatgan qizga kulib qarab. "Biroq men rostila yetisholmadim. Sizning etingiz haqiqatan bek yugurikkan. Mening etimni otam bek maqtaganti, lekin bu ot maqtug'idek emaskan." "Bundaq desangiz to'g'ri bo'lmaydi. Mo'ng'ul otlari dehmoq, pakarroq, ushqur otlar turiga kiradi. Lekin ular egiz tog'lar ham qaqos cho'llarda yurishga chidamliq. Uzun safarlarda charchab qolmaydi." "Sizning etingiz ham chiroyli, ham ushqurkan." Ular ikkisi otlarini yondashtirib, tog'dan bog'dan paranglashqash orqasiga qaytib mo'ndi. Shuningdan keyingi kunlarda Nasinjirg'il yana ikki qitim to'xtamishqa "Ochab turib kelaylik-chu"
deb taklif qo'ydi. To'xtamishmi uning talabini rad qilmadi. Ular dalalarda tulka, to'shqonlarni qo'g'lab o'ynashdi. Temujinning ko'chish haqidagi buyruqi ularning ot choptirish mashg'ulotlarini uzib qo'ydi. Hamma birdek harakatga keldi. Kigiz uylar so'kilib, ot va to'gilarga ortildi. Mo'ng'ullar Oltoy tog'laridan ayrilib, o'z yurtlariga qaytib mangdi. To'xtamishmi Tata To'nga baxshi bilan bu ko'chmanlar sepiga qo'shildi. Ko'nglim yerim bo'lib o'tdi. Yurtimiz texmi yiroqda qoladigan bo'ldi. Dedi To'xtamish Tata To'ngaga yonishib ketib edi. Tata To'nga uzun so'zilib kun chiqishga ketayotgan otliq, harviliq, to'gilik ko'chmanlar eqiniga mo'nglinib qarab, cho'nqur tiniq oldi. Bundaq musofirchilik bizning peshonimizga putilib ketgan qismat o'xshaydi. Qitallarning zulmidan o'z yurt makonlarida yashay olmay, har joylarda qaqilib so'qilib yurayotgan yurtdoshlarimiz ozmi? Ajabmi xorinib qoldik-ku. Tangrining oldida nima gunohimiz bordi? Umidvor bo'lishimiz kerak. Bu taqdir menga mushundaq davomlashavermaydi. Oyning 15i qorong'u, 15i yo'ruq. Oxir bir kuni bizning quyoshimizmi porlab chiqadi. Umidvor ham g'ayratlik bo'layli. To'xtamish ichi qaynab yana so'zladi. Marhum otam Misrslar degan past munofiqning kasofatidan o'lib ketdi. Lekin men otamning o'chini ololmay, mushundaq bechora holatda yuryapman. Shuni o'ylasam, ichim qaynaydi, yuragim og'riydi. Ba'zida o'ylab, mushu Temujinga umid bilan qaraydigan bo'lib qoldim. Mushu Mo'ng'ullar oxir bizga ittifoqdosh bo'lib qolamdi nima? Anglashimcha, ular tangutlarga yana qo'shin tortmoqchi ekan. Ular qitallar bilanmi ap emaskan. Tata To'nga tasdiqlagan tarzda beshini yenikkina erg'itib qo'ydi. Har holda Temujinda buyuk xonlarda bo'lishga tegishli xislatlar namoyon bo'lib o'tadi. U cho'ng ishlarni ko'ngliga pukib, atrofliq fikr yurgizadigan. U mendan Uyg'urlar va Idiqut xonligi to'g'risida ko'p gaplarni qiziqib so'radi. Umi o'zlariga ishonchli ittifoqdosh izlayotgandek, bizdan umid kutayotgandek turdi. U bo'libmi Uyg'urlarning qalamkash baxshlariga alohida ahamiyat beryotdi. U yana o'z ulusining egilik ishlarini boshqarishga ko'plab Uyg'ur baxshlarini taklif qilmoqchi bo'layotganligini aytdi. Shunga men Temujindan zo'r umidlarni kutyapman. Temujin sizga alayda hurmat ifodasini ko'rsatyapti, dedi To'xtamish. U sanami iltifot qilyapti, dedi Tata To'nga. Shu asnoda Heliqi Nosinjirg'il ismli shu qiz nadindir etini choptirib keldida To'xtamishning etiga surkilib o'tib ketdi. Yigitning qori eti urkib bir chetga sho'xshidi. Qiz kayniga burilib, "Meni qo'g'lang!" deb vorqirdida yana etini choptirib qo'shinning bosh tarafiga qarab ketdi. To'xtamish tuyuqsizlik his qilib esangirab qoldi. "Qo'g'lamamsan", dedi Tata To'nga kulib ketdi. To'xtamish o'tiklarining o'kchilari bilan etining beqillariga niqtidi. Qora arg'umoq yo'lqinib qo'zg'aldida shu qizning kaynidan uchib ketdi. Shu tariqada safar ko'ngillik davomlashib, Temujin boshchiligidagi ko'chmanlar oxiri o'zlarining yoyloqlariga yetib keldi. Tata To'nga bilan To'xtamish bu g'olib ko'chmanlarning yangicha turmush odatlarini o'zlashtirib, yoyloq hayotiga ko'nib qoldi. Tata To'nga shaxsan Temujinning o'rinlashtirishi bo'yicha Mo'ng'ul ordisining muhim amaldorlaridan bo'lib qoldi. U ordining tamg'isini boshqaratdi. Temujinning buyruq va yo'l yo'riqlarini qog'ozga yozib, uningga tamg'a besib, choparmanlar orqali joy-joylarga tarqatdi. U yana Temujinning o'g'illari va navrilariga yeziq o'rgatdi. Temujin uni alohida hurmatlab, davlat ustozi deb atadi. To'xtamishmi Mo'ng'ul oqso'ngaklarining bolalariga o'qituvchilik qilish vazifasini davomlashtirdi. Shu yo'sinda yo'lvos yili, ya'ni milodiya 1206-yili yetib keldi. Atyoz pasli quchoq echib, havo elladi. Tog' dalalar ko'kardi. Temujinning ordisi Burxon Xoldun teg'ining yeniga, onun daryosining bo'yiga joylashgan edi.
Temujin qo'yiq o'rmon bilan qoplangan Burxon Xaldun teg'ini muqaddas joy hisoblab ulug'laydi. Buningdan nurg'un yillar ilgari Temujin teg'i 16 yosh vaqtida uylanib, bir necha kun bo'lganda tuyuqsiz markitlar hujum qilib, uning suyimlik ayoli Bo'rtani bo'lib ketgan edi. Shu chaqda Temujin enalari bilan mana mushu Burxon Xaldun teg'iga qochib chiqib qutulib qolgan. Keyin u Van Xon va Jamu Xonning yordami bilan markitlar ustiga bostirib bordi va ayoli Bo'rtani tutqunlikdan qutuldirib chiqdi. Vaqtning o'tishi bilan taqdirning sirliq shamollari o'zgarib, Van Xon bilan Jamuqa Temujinning ashaddiy dushmanlari bo'lib qoldi. Vaholanki, oqibatda Temujinning o'tkir qilichi g'olib chiqdi. Van Xon bilan Jamuqa orqa-orqadan yo'qlik dunyosiga ravon bo'ldi. Ularning fuqarolari Temujinning tavalligiga o'tdi. Burxon Xaldun teg'i Temujinning hayotidagi ana shundoq murakkab, hayot-mamotlik voqealarining boshlanish nuqtasi bo'lib qolgan edi. Shunga Temujin bu tog'ni o'zini qutqizgan va keyin yana porliq manzilni ko'rsatgan ilohiy makon deb qarab, uningdan tevindi. U doim uzun safarga yoki qolliq joylarga otlanishdan burun mushu tog'ning cho'qqisiga chiqib, ko'k tangriga sajda qiladi. Onun daryosi ana shu muqaddas tog' Burxon Xaldun jirolidan boshlanib, zumratdek pok yeshil yoyloqda olmosdek suzuk suvlar bilan go'zal manzara hosil qiladi. Onun daryosi bo'yidagi ana shu go'zal yoyloqda quyoshliq ko'klam kunlarining birida cho'ng qurultoy o'tkazildi. Qurultoyga Temujinning urug' jamiyati, sabdoshlari va har qaysi qabilalarning oqsoqol to'rlari bo'lib, nihoyatda nurg'un odam qatnashdi. Bugun Mo'ng'ul xalqining oliy martabalik vakillari xonning nomi sharifi va buyuk o'rnini rasmiy qonunlashtirish uchun bu yerga yig'ilgan edi. Yeshil yoyloqqa oq kegizlar selindi. Boshqa joylardan egizrak ko'tarilib turgan do'nga 9 quyruqliq oq bayroq tiklandi. Oqsoqollar Temujinni o'ttirg'a elib oq kegizlarda o'ltirishdi. Temujinning yaqin sabdishi Mo'ng'ul qo'shinining cho'ng sarkarisi Muqali Botur o'ttirg'a chiqib so'z qildi. Ay hurmatli oqsoqollar, ay shavkatli bahodirlar. Biz Mo'ng'ullar o'tmishda ko'p xo'rliqlarni tatgan edik. Ilgari Qitallar, Jorjitlar, Tatarlar, Tang'utlar bizni bosh ko'targizmagan edi. Lekin mangulik ko'k tangri bizni tashlab etmaydi. Chunki biz ko'k tangriga chin ixlosimiz bilan seg'indik, tevindik. Qadimgi zamonlarda bizning shuhratli xonimiz bo'lgan. Endi yana o'zimizning xonimiz bo'lishi kerak. Bu xon Mo'ng'ullarning barliq urug' qabilalarni birlikka keltirib, bizga boshlamchi bo'lib, dushmanlarimizga taqobil turishi kerak. Temujin dal ana shunday buyuk xon bo'lishga munosib. Qurultoy ishtirokchilari Muqalining bu so'zlarga ovoz qo'shib, tantanalik cho'qon ko'tarishdi. Muqali durust gap qildi. Bizga xon kerak. Ko'k tangri bizga Temujinni avatdi. Temujin bizga xon bo'lishga munosib. Temujin bizning buyuk xonimiz. Muqali qo'lini egiz ko'tarib, ko'pchilikni jim bo'lishga da'vat qildi. Endi shaman o'ttirg'i chiqib, ko'k tangrining irodasini jakarlasin. Ko'pchilik cho'nqur sukut ichida Temujinning yanida o'ltirgan shamonga ko'z tikdi. Qushliq kun qalpoq kiygan ko'sa shamon o'rnidan turdi va uzun to'nining etaklariga putlashib, o'tirda bo'sh qoldirilgan maydonga chiqdi. Ey Temujin Botur, qudrati ulug' tangri sana yer yuzining hukmronligini berdi. Bu yerlarning o'zlarini xon deb atib olgan hukmdorlari sening kuch-qudrating bilan bo'ysundirildi. Ularning al-uluslari sana ta'alluq bo'ldi. Endi sening noming Chingiz deb atalsin. Sen xonlarning xoni bo'lding. Mangulik ko'k tagrisining Chingizxon deb atilishingni, xonlarning xoni, hukmdorlarning hukmdori bo'lishingni iroda qildi. Qurultoy ishtirokchilari yana tantanalik cho'qon selishdi. Bizning xonimiz Chingizxon! Chingizxon xonlarning xoni, hukmdorlar hukmdori! Chingizxon! Chingizxon!
Shunda qilib, onun daryosi bo'yida o'tkazilgan shu qurultaydan keyin Temujin Chingizxon degan nom bilan otilib tarixda mashhur bo'ldi. Ilgari Temujin faqat o'z qabilasining xoni edi. Endi u butun Mo'ng'ul elining buyuk xoqoni bo'ldi. 11-bob Dala shamollari. Demak, onun daryosi bo'yidagi qurultayda birlikka kelgan qudratli Mo'ng'ul xalqining qurilganligi rasmiy jakarlandi. Bolalik davrlaridan tortib, ko'p jafo mushaqqatlarni tortib, xatarlik va qiyin kunlarni beshidan o'tkazib, xuddi egiz tog' cho'qqalaridagi qor bo'ronlarda qanotlar qaytib yetilgan qiron burkutdek shuhrat osmonida parvoz qilishga boshlagan Temujin endi Chingizxon deb otilib, Mo'ng'ul xalqining yagona yo'lboshchisi bo'lib qoldi. Chingizxonning maydonga kelishi Mo'ng'ul tarixida yoki keyin Jungoda borliqqa kelgan Yuan sulolasining tarixida emas, balki dunyo tarixidagi favqulodda zo'r voqealarning boshlanishi bo'lib qoldi. Chingizxon vaqt tartibi bo'yicha aytganda Aleksandr Makdonskiy, ya'ni Iskandar Zulqarnayndan keyingi eng cho'ng jahongir sifatida dunyo tarixidan o'rin oldi. Onun daryosi bo'yidagi o'tloqda ot, kala, qo'ylar so'yilib, dosh qozonlar esildi. To'lum va tursuqlarda may sharoblar keltirildi. So'rinda jam bo'lgan ayol, qiyri yoshlar o'zlarining xonliqi va xoqoniga tantana qilishmoqda edi. Mo'ysipitlar mamnuniyat bilan kulishib, qizg'in suhbatlashmoqda. Yigit qizlar zo'q havas bilan bir-birini uftishib, o'zaro qo'shiq aytishmoqda. Chingizxon sabdoshlarining orasida ruhi ko'tarilgan va dili yo'rg'an holatda o'ltirsimi, xiyol daftari bir-birlab varaqlanmoqda edi. Odamning taqdiri naqadar egizpas, agri to'qay va sirliq. Chingizxon 9 yoshida otasidan yetim qoldi. Uning qabila boshlig'i bo'lgan otasi Yasukay Boturni tatarlar mehmonga chaqirib, zaharlab o'ldirdi. Yasukay Boturning urug' jamiyati ulardan yuz o'rib, jon beqish uchun boshqa hukmronlardan panoh tilab tarqalib ketdi. 9 yoshli Temujin 4 o'g'ilning cho'ngi edi. U endi onasi va 3 inisini beqishdek ig'ir vazifani zimmasiga oldi. Uning onasi g'ayratlik va jigarlik ayol edi. U o'g'illariga otasining qahramonlik ish izlarini, ajdodlarining shonliq tarixini so'zlab berdi. G'urbatchilikda yashash yo'llarini o'rgatdi. Temujin inilarini boshlab daryo yaqinlarida beliq tutadi. Qopqon tuzaq qurib to'shqan kekliklarni ovlaydi. Tog' o'rmonlarga berib, yov mevalarni terib keladi. Yetimlikdagi ana shundaq jafoliq kunlarda Temujin jismoniy ham ruhiy jihatdan cheniqib, chidamliq, irodalik va qo'rqmas botur yigit bo'lib o'sdi. U g'oyat zo'r tirishchanligi va aql parosati bilan el jamoatni qoyil qilib, o'z uruqini qayta uyushtirdi va tatarlarga jazo yurish qilib, otasining qisosini oldi. Shuningdan boshlab tatar elimi Mo'ng'ullarga qo'shildi. Shunga Chingizxonning keyingi olamshumul ishg'oliyatchilik yurishlari tarixchilarning asarlarida Mo'ng'ul tatar istilohchiligi va yoki tatar hukmronligi deb xotirlandi. Albuki yosh Temujinning yo'lida to'salg'ular va raqiblar ko'p edi. U o'zining g'ayrati, boturligi va ko'p taraflama talon iqtidori bilan barliq oshkora va yoshirin dushmanlarni kayni-kaynidan yengib, oxiri butun Mo'ng'ul ulusini birlikka keltirdi. Hozirga qadar Temujin o'z qabilasidan boshqa yana sharqdagi Jurjit chegirlardan tortib, g'arbdagi Oltoy, shimoldagi Sibiriya dolalari va janubdagi Sadichin sepiligicha bo'lgan orliqdagi barliq toifalarni bo'ysundirib, umrining 52-yilida mana mushundoq Mo'ng'ul xalqini qurib chiqdi va o'zi Chingizxon deb ataldi. Salmoqliq va kamsiz Chingizxonga qarab,
uning yana qandoq ishlarni tavirtishni ditlayotganligini belgilab bo'lmaydi. Chingizxonni qutluqlab bu so'rinda jam bo'lganlar tantanali kayfiyat ichida o'yin tomoshini davomlashtirmoqda edi. Yigit qizlar qo'shiq aytish o'yinini tamomlab otlarga minishdi va jarangliq ovozda kulki chaqchaq qilishib, baslashib otlarni choptirishdi. Hammadan sho'x va hammadan jarangliq kuladigan qiz yanala oshu Nosinjir xil edi. Ishki mag'zi cho'g'dek qizirib, qora ko'zlari chaqnab turadigan bu dala qizi to'plashib turgan chavandoz yigitlarning oldidan etini choptirib o'tdi. "Meni kim tutalaydi? Qo'g'langlar!" deb to'ladi u. Qizlarga ko'z tashlab, qiyni qizib turgan yigitlar darhol uning kaynidan ot soldi. So'rin dag'dug'isi teximi qizib ketdi. Yigit qizlar taraf-tarafdan etilib kelib baygiga tushib ketdi. Kulki chaqchaq, shatliq sadolari dala shamollariga qo'shilib, yiroq-yiroqlarga tarqaldi. Qo'g'lishayotgan yoshlarning varang-churunglari, otlarning kishnashlari, tuyoqlarning dukurlashlari shatliq ustiga shatliq qo'shmoqda edi. To'xtamishmo shavqin suran ichida etini choptirib ketdi. Lekin u boshqa yigitlardek qizlarni qo'g'lashmadi. Nosinjir xildimi qo'g'lamadi. Faqat ko'pchilikning orasida ot choptirib yurdi xolos. U ko'nglining bir chetida shotlansa, yana bir chetida hamon ma'yuslanib yuradi. Bo'libmi, u Nosinjir xilning kulib beqishlarini ko'rganda, nima uchundir ixtiyorsiz turda o'sha yiroqda qolgan orzuliq va sirliq turkan oyni ko'z oldiga keltiradi. Shundaq chog'larda u hamisha o'ziga o'zi ta'ni qiladi. Sarang bo'ldimmi? Nimandaq ahmoqlik qiladigan men? Turkan oy kim? Uning ota-onasi kimlar? Uning beshi bog'langanmi? Eng muhimi, uning menga bo'lgan ko'z qarashi, hissiyoti bormi? Shu bir qitim favqulodda sharoitda ko'rishib qolganini hisobga olmaganda, uning bilan hech qanday ishga bog'lanishim yo'q-ku. U qizning menga qarta ko'ngil moyilligining bo'lishi mumkin emas. Shundaq turib, nima uchun uni o'ylasam ichimning bir yerlari ko'ygandek bo'ladi? Bu haqiqatan ahmoqlik emasmi? U meni xatarlik paytida o'limdan qutuldirib qoldi. Men uningga minnatdor bo'lishim kerak. Men uningga qarzdor. Biroq hargizmi boshqacha xiyollar ichida laylab yursam bo'lmaydi. To'xtamish ichida shundoq o'ylasimu, oshu qo'chuluq go'zal qizni zotili ko'nglidan chiqarib etolmaydi. Bu qitimmu u ana shundoq oyig'i chiqmas nozik his tuyg'ulari asirligida maqsadsiz holda etini u yoqdan bu yoqqa choptirib yuradi. Yigit qizlar qiziqchilikda qora targa cho'mgan otlarni baygidan chiqarib, har kim har yerlarga tarqalishdi. To'xtamishmu etini osta mangdirib kelyotdi. Nosinjir xil uning kaynidan yetishib kelib yondashdi. "Siz nemishqa doim parishon yurisiz? Siz nemoncha yavash?" dedi u o'ynab turgan sho'x ko'zlari bilan yigitga qarab. To'xtamish uning cho'g'dek qizirib turgan yumaloq nangslariga qarab kulimsirab qo'ydi. "Gap qilmaysiz-ku?" "Nima deyman? O'zimning mijozi shundoq tursa, to'la so'zlashni qamlashtira olmaydi ekanman." "Nemishqa meni qo'g'lamaysiz?" To'xtamish ulug' kichiktinib beshini to'van soldi. Lekin Nosinjir xil to'xtamay so'zlaverdi. "Men ot choptirishni yaxshi ko'raman. Boshqalar meni qo'g'lab tutolmaskan deyman. Etim qancha tez chopsa, shuncha yayrab ketaman. Lekin siz qo'g'ilgan bo'lsangiz, cho'qim menga yetishib olgan bo'ladingiz. Meni cho'qim tutib olgan bo'ladingiz." "Natayin, sizning itingiz esil ot. Siz o'zingizmi nihoyatda yaramliq chavandoz." "To'g'ri, shunga menga hech kim yetisholmaydi. Lekin o'zingizmi bilasiz-ku, agar siz meni tutaman degan bo'lsangiz, men o'zim to'xtab beratdim." To'xtamish o'ng'aysizlanib, uningdan ko'zini qochirdi. "Undaq desangiz bo'lmaydi." "Nemishqa amdi? Siz meni faqatli yaratmamsiz?" "Undaq emas. Hargiz undaq demang. Biz odatdagi do'st bo'la olamiz. Alohida munosabatimiz yo'q. Bilamsiz, men hamon bir kuni yurtimga qaytib ketaman." "Siz hozir bizning oramizda turyapsiz. Keyin men sizning yurtingizga borsam bo'ladi-ku. Yoki shaharlardagi qizlar pek chiroyliqmi?"
siz bek chiroyliq Nasinjirg'il. Lekin sizning go'zalligingiz o'zgacha. Qo'cho qizlarning go'zalligimi boshqacha. Biz bundaq gaplarni deyishmayli. Mening yuragim qo'choda qoldi. To'xtamishning oxirgi so'zlari Nasinjirg'ilga xuddi yilon chaqqandek ta'sir qildi. Qizning chiroyi o'ngib ketdi. Sho'x ko'zlaridagi o't uchqunlari g'oyib bo'ldi. U etining beshini kayniga burab yigitdan yiroqlashdi. To'xtamish g'angirab qoldi. Nimalarni deb yuraman? Yana ahmoqlik qilg'ili turdim-ku. Shuningdan keyin Nasinjirg'il To'xtamishni ot choptirishga chaqirmaydigan bo'ldi. To'xtamish yana burunqidekla o'qituvchilik qilib, Mo'ng'ul bolalarga yeziq o'rgatish ishini davomlashtirib yuraverdi. Tata To'ng'aning kunlari oldirashliq ichida o'tadigan bo'lib ketdi. U davlat ustozi degan hurmat nomi bilan otilib, Chingizxonning yaqin yordamchilaridan bo'lib qolg'achqa alohida huquq va imtiyozdan bahramon edi. U Chingizxonning amr farmonlarini yezib xotirlaydi va tarqatdi. Xalqning muhim ishlari muzokara qilinadigan kengashlarga qatnashatdi. Chingizxon bilan birga yiroq yaqin joylarga safarga chiqdi. Shu tariqada kunlar, oylar o'tib, milodiya 1207-yili keldi. Chingizxon o'zining asosli koni dushmanlaridan bo'lgan Jurjitlarning shimoliy Jungodagi Jin sulolasiga qo'shin avatdi. Mo'ng'ul qo'shini Jurjitlarni kayni-kaynidan mag'lub qilib, nurg'un ot, to'gilarga ortilgan. Orvalarga besilgan ulpan siliq mollarini elib qaytdi. Mo'ng'ul yayloqlarga omad yog'dirgan davr boshlanmoqda edi. Yana kunlar, oylar o'tib, milodiya 1208-yili atiyozda Chingizxon o'zining botur sarkardalaridan Jaba No'yan bilan Subutay Boturni huzuriga chaqirdi. Hozir 3 cho'ng yirtqush bizni paylab yotidi. Bu yirtqushlarning biri Jurjitlar. Biz ularning adibini berdik. Lekin ular yanada bizga ko'z olaytib, tishlarini bilib, fursat kutib yotidi. Ikkinchi yirtqush Tang'utlar. Yaqinqi yillardan buyon biz ularga bir necha qitim qoqshatquch zarba berdik. Lekin ularmi yanada bizga hamon tahdid silib turdi. Uchinchi yirtqush Naymallar. Ular tarmar keltirilgan bo'lsa-mu, Kuchliqon texchi bizdan o'ch ilish qasdida kuch to'playotdi. Bizga qaytarma zarba berishga tayyorlanayotdi. Uningga hargizmi sal qaramasligimiz kerak. Shunga sizlar ikkinglar darhol otlanib, kuchlikni uzul-kesil yo'qitinglar. Dedi Chingizxon ta'zim bajo keltirib o'ltirishgan ikki boturga. Jang dumboqlari gullurladi. Tog' alamlari egiz ko'tarildi. Jaba No'yan va Subutay Botur qo'mondonligidagi 20 ming kishilik qo'shin Oltoyning nerisidagi yiroq yerlarni ko'zlab yurishga otlandi. Tata To'ng'a Chingizxon bilan birga ularni uzatqili chiqdi. To'xtamishmi shu yerda edi. U yiroqlab ketayotgan Mo'ng'ul qo'shinining kaynidan uzoqqa qarab turgandan keyin Tata To'ng'aning yeniga keldi. Do'stim Tarlan hozir nalada yuridiganda? U endi qandoq bo'lib ketadi? Tata To'ng'a xiyolchan ko'zlarini yiroqqa tikib ön chiqmadi. U nima deyalisin? To'xtamishning bu savoli javobsiz qoldi. Tarlan kigiz uyning oldiga kelib, o'g'lab kelgan jarani ot ustidan yerga tushirdi. Kigiz uydan uning ayoli, chiroyli Naymon cho'kan Aysulu shod xo'ramlik bilan yugurib chiqdi. "Jaran o'g'lab kelibsiz-da, men qozon cho'mishlarni tayyor qilay." 3 putliq temir o'choqqa qozon esildi. Jaran go'shi puruqlab qaynab, mazzilik puroq tarqatmoqda edi. Tarlan ayoli bilan shirah yenida o'ltirib, yog'och tangniga elingan go'shtni pichoq bilan parchalab kesdi. Er-xotin go'ng'ir-mo'ng'ir parang bilan o'ltirib go'sht yeb, sho'rpa ichmoqda edi. Ushtumtut yaqin yerdagi tog'ning kaynidan bir to'p naymonlar otlarni choptirib chiqib keldi. "Oy hoy, Mo'ng'ullar kelyapti-da! Mo'ng'ullar yaqin kelib qoldi!" Atrofdagi kigiz uylardan naymonlar potparaq bo'lib yugurib chiqishdi. "Tayyorlaninglar! Ostininglar!" Tarlan sakrab turdi-da, o'tloqdagi tushib qo'yilgan etini tutib egarladi. Aysulu sarosima ichida,
Ah tağırım, neymiş bu? Deb ün salg'inicha qoch-quchlarni yig'ishtirg'ili turdi. Erkeklar hash-pash degicha otlanib bo'ldi. Kuchlikxon qo'riqchi navkarlarni boshlab chiqib keldi. Naymonlar jangga otlandi. Irtish daryo vodisida Naymonlar bilan Mo'ng'ullar o'tirsida yana bir qitim qonliq jang bo'ldi. Har ikki tarafdan nurg'un odam chiqim bo'ldi. Kuchlikxon umumiy saf bo'yicha chekinishga buyruq berdi. Jaba Noyan bilan Subutay Botur bektiz ilgirlab ketib, doktorimiga tushib qolishdan ehtiyot qildi va qo'shinlarni qo'g'lashdan to'xtatib, qaytadan tartibga selishni qaror qildi. Naymonlar shu chekinginicha ko'klam o'tib, yoz kunlari kelganda Eli daryosiga yaqin joylarga kelib qoldi. Bu joylarga egidorchilik qilayotgan Qorliq qabilasining hukmdori Arslanxon qo'shin tortib chiqib, Naymonlar bilan urushdi. Naymonlar qattiq zarba berib qistab keldi. Arslanxon qo'shinlarini Eli daryosi bo'yidagi Qoyos shahriga chekindirib, sepil darvozalarini taqidi. Naymonlar sepillarga qayta-qayta hujum qilib, shaharga kirolmagandan keyin kun petish tarafga yo'lini davomlashtirib, Olmaliq shahriga keldi. Olmaliq hokimi O'zal qo'shin tortib qarshilik ko'rsatdi. Uda bir necha kungacha qayta-qayta jang bo'ldi. Har ikki taraf ustunlikka erisholmadi. Oxiri Kuchlikxon hiyla ishlatdi. Naymonlar Olmaliq qo'shiniga tang kelolmagan qiyofatga kirib elib chekinib ketdi. O'zal o'zining g'alaba qilganligiga ishinib, Olmaliq shahrida bir necha kunni xotirjam o'tkazdi. O'g'i chiqman, tayyorlik qilinglar. Bir kuni hokim O'zal qo'l ostidagilarga ana shundoq buyruq tushirdi. O'zalning bekasi farosatlik ayol edi. U erining oldiga kelib, tashvishli ko'zlari bilan uningga tikildi. Begim, o'g'i bormang, unda qaramlik qilmang. Urush tehi oyoqlashmadi. Naymonlar tehi bu atrofdan ketgani yo'q. Ehtiyot qilganimiz yaxshi. O'zal bey uning so'zlariga parvo qilmadi. Naymonlar qattiq zarba edi. Ular bizga chiqilishga petinolmaydi. Ulardan unchalik qo'rqib ketishning hojati yo'q. O'zal bey o'g'i havas bilan kirishib ketdi. Uning qo'riqchi va mahramlardan bo'lib jami 200 cha odam nasllik Eli otlarini minib, dalaga kang yeyilib, qo'llarni qo'g'lab yuratdi. Shu asnoda Naymonlarning bo'ktirma qurib paylab turgan bir tarmoq otliq qo'shini ushtum-tut edirlar orasidan etilib chiqdi. Qo'lan o'g'layotganlarning hammasi qirib tashlandi. Kuchlikxon Naymon qo'shinini boshlab Olmaliq shahriga hujum qildi. Qurbon bo'lgan O'zal begning bekasi Uyg'ur qorliq qo'shiniga qo'mondonlik qilib shaharni qo'g'didi. Naymon qo'shini shahar sepillariga necha kun uda hujum qilib, hech qanday natijaga erisholmadi. Kuchlikxon qanday qilib bo'lmasin, shaharni elib, o'zlariga yangi makon barpo qilish niyatida tit-tit bo'lib, qo'shinlarni uziltirmay hujumga tashkillab turdi. Yiroqda mo'ngdirilgan chorlig'uvchilar xuddi otgan o'qdek tezlikda qaytib keldi. Mo'ng'ullar yaqin kelib qoldi, deb xabar yetkazdi ular. Darvaqa Jaba Noyan va Subutay Botur qo'shinlari Olmaliq tarafga tez ilgirlab kelmoqda edi. Kuchlikxon hujumni to'xtatishga majbur bo'ldi. Naymonlar Olmaliqni tashlab davomli kun petish tarafga ketaverdi. Subutay qo'shini Naymon va ularga qo'shilgan markitlarni toki Chu daryosigacha qo'g'lab berib, Qoraqo'ton xalqi chegarasiga yetgandan keyin orqaga qaytdi. Kuchlikxon shu qochqancha qitonlar tavasiga o'tib ketdi. Jaba Noyan Olmaliqda qoldi. Olmaliq aholisi Mo'ng'ul qo'shinini o'zlarining qutqizuvchilari sifatida ko'rib qarshi oldi. Qorliq hukmdori Arslanxon Olmaliqqa kelib Jaba Noyanning huzuriga daxil bo'ldi. Hamda o'zining Chingizxon bilan ko'rishish orzusini bildirdi. Shunda qilib Arslanxon qimmatli sovg'a salomlarini rastlab, yaqinlaridan 9 mo'tivarni boshlab, Mo'ng'ul qo'shini bilan birlikda O'nin daryosi bo'yiga yetib keldi. Chingizxon uning izzatini qilib qizg'in kutib oldi. Ikki taraf birlashishga ahdnoma tuzishdi. Chingizxon xushal bo'lib, bir qizimni sana beray,
urug' tuqqan qudubaji bo'lib o'tayli, dedi. Shuningdan keyin Eli tavasidagi qabilalar qora qitallarning hukmronligidan va Noymon markitlarining tahdid selishidan qutuldi. 12-bob. Ediqutxon o'rnidan turdi. Milodiya 1209-yili Ediqutxonligining tarixidagi muhim burilish nuqtasi bo'lib qoldi. Qish o'tib, uzum taklari yangidan ko'klashga boshlagan kunlar edi. Qo'chu atrofidagi joylarda hayot o'z yo'li bilan davomlashmoqda edi. Yez kentlarda dehqonlar to'yga qo'shilgan sapon bilan yer og'diratdi. Ketman chepib, eriq o'stanlarni tozalaydi. Tak va bedishlarni o'ngshaydi. Bog'vallar mevelik daraxtlarni o'g'itlaydi. Podichilar dala qirlarda qo'y kolalarni o'tiltatdi. Ish qilib, hamma odam o'z ishlari bilan oldirash edi. Qo'chu shahri ichidami kundalik turmush odatdagidek o'tmoqda edi. Cho'ng kichik ko'chalarda otliq, eshaklik, to'gilik, horvilik va piyoda yo'lovchilar o'tishib turadi. Har xil anraxt, chini qocha, egar to'qim degandek turlik mollar tizib etilgan do'kon rastalarga xaridorlar kirib chiqib yurishadi. O'tun va somon bosgan harvalar uchrab turadi. Ba'zi ko'chalardagi jujam, chinor, qora yog'ochlarning tuvida haqam soyilar to'plashib suhbat quradi. Umuman osoyishlik tinch kunlar o'tmoqda edi. Faqat shaharning markaziy qismidagi egiz va mazmut sepillar bilan qo'rshalgan o'rda tarafdalar qandoqdir oldirash va jiddiy ishlar bejirilayotgandek turadi. Qochayli, tez qochayli. Hech qutulgandan keyin qaytadan qo'shin tortib kelib, bu haqning adibini beraman. Ediqutxon degan ablaqning kollasini olaman. Buyuk Ediqutxonning amr farmonlariga bo'ysunish biz uchun eng oliy sharaf. Buyuk Ediqutxonga mangu sodiq bo'lib, itoat kamirini ching bog'lash bizning muqaddas burchimizdir. Ittifoqdoshlarga muhtoj bo'layotgan bugungi kunda dal shu Mo'ng'ullar bizga eng bop keladi. Chingizxon bizga eng kerakli hukmdor. Kim bizning dushmanlarimizga qarshi turib bizga moyil bo'lsa, shu bizning do'stimiz. Bugungi programmamizning diktorlari Mahira Abdurashid, Shuhrat Abdurahmon, ovoz texniklar Po'lat Tursun, Tahir Yasin, mas'ul muharrir Ilhom Mahmud, Abdurasul Abdurahim, nazoratchi Gulbahor G'opur.